Ramazon oyida super mega skidka do'stlar. Ko'rib chiqamiz, videoni oxirigacha ko'ring, videoga like bosing. O'z fikringizni kommentariyada qoldiring, videoni repost qo'ying, o'zingiz storiesga qo'yib qo'ying, chunki mega skidka oxirigacha ko'rib turamiz. Xo'p, keling. Murabbiyimiz bor edi, $700 qo'yilganda 200 kubali motor, tiniq motorlari qilingan, siz uchun $500. Xo'p, 4,5 mingga qo'yilgan Damasimiz 2021 ga 23, 21 salondan chiqqan 23-yil yangi kuzov taqilgan. Hech qatida defekti yo'q. Olasizlar, tayyor minasizlar. Motori qilinganiga gideta 1,5 ming kilometr bo'lgan. Balon holatlari yappa yangi. Olasizlar, maza qilib yuborilgan joyi. Xo'p, endi buni 4,5 ming qo'ygandik kecha, $4,300 ga ovorsangiz bo'laveradi. Xolasiz gen, xolasiz aformut. Xo'p, 2024 ga 25 kuzov balonlar taqilgan, gaz balonlari bor. 14 ming probegda yurgan. $6,300 ga qo'ygandik. O'zi $6,300 ga ketadigan mashina. $6,200 ga 25 kuzov 14, kraskasi toza. Bosinglar. Videoga like bosasizmi? Shuncha mashina bor hali. Bosib qo'ying. Xo'p, 2020-yilda ishlab chiqarilgan 134 ming probegda bitta oldin mordasi va kapalayda kraskasi bor. Mashinamiz polniy shumka. Xo'p, 13 balonlarda yangi, xudo xolasa, ichlariga men tapetkalarni chiroyli qilib septirib qo'yganmiz. Sidena holatlari ham ideal, barlar taqib qo'yilgan. Olasiz, maza qilib minasiz. $4,850 qo'yilgan bu mashinamiz. Xolasanglar gen, xolasanglar aformut. Sizlar uchun super mega skidkada $4,600 ga bosib olsangiz bo'laveradi. Xo'p, Epica mashinamiz bu bizdan emas, shuning uchun $5,500 ga qo'yilgan. $5,500 qo'yib beramiz. Xolasanglar 1 yilga olishingiz mumkin. $2,000 boshlang'ich to'lov, qolgan 4,000 ni 1 yil yo'q berasiz. Va bosinglar. Xo'p, keling endi yaqinroq. 2009-yil 250 ming probegda motori moy yemaydi. Ma'lumot o'rnida. Hali ham like bosmayapsiz-da. Repost qilib qo'ydingizmi? Kommentariya yozyapsizmi? Joningiz sog' bo'lsin. Xo'p, Gentramiz 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, 3 ta 4 ta joyda kraskasi bor. $5,700 ga olsanglar bo'ladi, xudo xolasa. Sidena abagireflari bor. Motor hadovoylari yaxshi. Kommentariyada borki, shuni probegini yozib qoldiring. Qancha yurganligini. Xo'p, 2020-yilda ishlab chiqarilgan mokro asfalt, tonirovka, balon, hammasi bo'lgan Malibu 2 rul, CC monitor, chexollari, Sidena abagireflari, mechkar pultlari, video registratorlari, hammasi bor, xudo xolasa. Optra deysizlarmi, Amerikanka deysizlarmi? Hammasi bor, xudo xolasa. Eng fulli siz uchun $9,100 ga bob barakasiga mega skidkada xarid qilib olaveringlar. Xo'p, endi like bosmasangiz bo'lmaydi. $1,300 ga best beramiz. $1,300 ga 2006-yil best. Balon holatlari o'rtacha, motorlari qilingan, hadovoylari yaxshi, tayyor olasiz minas bo'ldi, ani chirib-pirib ketgan mashina emas. To'ka oldi sotiga bu. Aformentga gen bo'lmaydi. Maza qilib bosoriga joy. $1,300 ga gazi ham bor, motor best, xullas zo'r. 2018-yil propan gazda 400 ming yurgan vashcha skidkada beramiz. Umuman skidkada 18-yil. Xo'p, $4,800 qo'yganmiz bu Sparkga. Endi nech pul qo'yadi bo'laysiz? Agar o'ylaganingizdan ham arzon aytadigan bo'lsam bor, haqiqatan like ga qonat vorasiz degan. Kelishdingmi? $4,400 ga 2018 Spark. Propan gazi bor, faqat aformentga. Xo'p, 2006-yil Dons do'stlar, 2006-yil Dons $1,800 ga mashinamiz bir qo'l minilgan ekan, lekin ozgina qarov yo'q, lekin motori soatda ishlab turibdi. Xolasangiz keling, zavod qilib, maza qilib minib ko'ring, o'zingiz aytib olasiz. Keling yaqinroq. Xo'p, bu Lacetti'miz sotilgan lekin $2,600 ga sotdik. 2005-yil Lacetti'ni $2,600 ga ketdi. Aynan siz ham uy joyingizni yoki bo'lmasa mashinangizni sotmoqchi bo'lsangiz, arzon birovga murojaat qilsangiz, uy joylarni ham, bizneslarni ham, lekin borku, biz sababchimiz hammasi Allohdan, qo'yganimiz sotilib ketadi. Inshaalloh siz ham bemalol o'ylanmasdan kelavering. Mashinangizni naqd pulga olib qolamiz, mana naqd pulga olib qo'yganmiz va naqd pulga sotamiz. Bizda arenda yo'q, vikp yo'q, faqat naqdga. Bosinglar.